Markaziy Osiyo va O'zbekistonda ilk bor birinchi va maxsus ochilgan Chilla uyi reabilitatsiya markazi tug'ruqdan so'ng aynan ona va bola salomatligini tiklashga mo'ljallangan. Ushbu markaz ayollar salomatligini tiklash va yangi onalar uchun qulay muhit yaratish maqsadida tashkil etilgan. Chilla uyi nafaqat tibbiy xizmat ko'rsatish joyi, shu bilan birga ona va bola uchun individual yondashuv asosida to'liq qulaylik, tiklanish, mehr va g'amxo'rlik muhitini ta'minlovchi zamonaviy majmua hisoblanadi. Azaldan Chilla davri milliy qadriyatlarimiz va urf-odatlarimiz ramzi hisoblangan. Biz ham ana shu an'analarga sodiq qolgan holatda millatimiz kelajagi, salomatligi yo'lida oz bo'lsa-da sharafli hamda mas'uliyatli ishga hissa qo'shayotganligimizdan mamnunmiz. Markazimiz 5 qavatdan iborat bo'lib, statsionar, poliklinika, fizioterapiya, spa bo'limlarini o'z ichiga oladi va yurtimiz ko'rki bo'lgan teleminora qarshisidagi xotira maydoni yonida joylashganligi muhim ahamiyatga ega. Statsionar 20 ta premium xonalariga ega bo'lib, 24/7 ish tartibida ishlaydi. Chilla uyida biz quyidagi xizmatlarni ko'rsatamiz. Onalar uchun tibbiy reabilitatsiya, tug'ruqdan keyingi davrda onalarning sog'lig'ini tiklash, jismoniy mashqlar, ginekolog, nevrolog, endokrinolog, dietolog, LFK reabilitolog, ultratovush mutaxassislari tomonidan individual davolash usullari. Psixologik yordam, yangi tug'ilgan onalarga stressni kamaytirish va hissiy muvozanatni saqlash uchun mutaxassislar bilan konsultatsiyalar. To'g'ri ovqatlanish, tug'ruqdan so'ng ona organizmini tiklash va bolani ona suti bilan yetarlicha ta'minlash uchun dietologlar tomonidan tayyorlangan 6 mahallik maxsus menyu. Trening va mashg'ulotlar, ayollarni chaqaloqqa qarash va parvarish qilish bo'yicha o'qitish, massaj, yoga va fizioterapiya. Spa markazida tug'ruq atlangan massaj terapevtlari ishlaydi. Balidan tashrif buyurgan 20 xildan ziyod davolovchi va badandagi shishlarni ketkazuvchi massaj taklif qilinadi. Markazda maxsus Okitani massaj sertifikatiga ega mutaxassis tomonidan ko'krak bezlarini emizish uchun tayyorlash muolajalari. Qayta tiklash dasturining muhim qismi yoga mashg'ulotlari bo'lib, ular ayolning jismoniy tayyorgarligini tiklashga va stressni yo'qotishga yordam beradi. Xorijiy mamlakatlardan keltirilgan termokapsula homiladorlik davrida deformatsiya bo'lgan mushaklardagi tonus va og'riqlarni bartaraf etuvchi muolajalar. Tug'ruqqa tayyorgarlik jarayonida kengaygan tos suyaklarini tiklovchi muolajalar. Tanadagi va limfalardagi ortiqcha suyuqlik miqdorini haydovchi maxsus limfodrenaj muolajalari. Kosmetolog va estetiklar. Onalar yog'dusi estetik markazi doirasida tajribali kosmetologlar va estetik mutaxassislar yuz, tana, oyoq va sochlarni parvarish qilish bo'yicha muolajalarni taklif qilishadi. Bolalar uchun pediatr, nevropatolog, gastroenterolog, professional enagalar parvarishi. Bilirubin miqdori baland bo'lgan go'daklar uchun maxsus fototerapiya muolajalari. Bizning maqsadimiz har bir ayol hayotining ushbu muhim va mas'uliyatli davrida zarur yordam va g'amxo'rlik ko'rsatishi mumkin bo'lgan makon yaratishdir.